Assalomu alaykum. Hurmatli QA sohasini o'rganayotgan talabalar, bugun 11-dars Confirmation, Regression va Maintenance haqida gaplashamiz. Xo'p, bu testlarning bir turlari bu ham. Xo'p, bularni qisqacha to'xtalib o'tamiz. Xo'p, bug tuzatilgandan keyin nima degan tushuncha bor. Xo'p, siz tasavvur qiling, testersiz, bugni topdingiz. Jira, endi Jirami, Notionmi, ClickUp istalgan o'zingizni firmangiz yuritadigan test management tullari bor. Test managementlar aytganmiz. Tasklarni umumiy life cycle bo'yicha olib yuradigan. Xo'p, yozdingiz shunga. Yozganingizdan keyin dasturchi uni tuzatdi, siz topgan bugni tuzatdi. Bo'ldimi? Yo'q. Mana shu QA'ning ishi ana shu yerdan boshlanadi. Masalan, dasturchiga bugni topib berdingiz, u tuzatdi, tugadi emasda. Dasturchi fixed deb belgiladi, lekin siz uni ishiga ishonishingiz kerak emas. Ya'ni dasturchiga ishonchsizlik emas, lekin bu mas'uliyat, ya'ni jarayonni tekshirish kerak. Haqiqatan tuzaldimi, boshqa joyi buzilmadimi? Xo'p, bu darsda 3 ta muhim testingni o'rganamiz. Confirmation, regression va maintenance. Bular demak QA'ning kundalik ishi. Regression 9-darsda o'tganmiz. Bu bir eslatma bo'ladi. Xo'p, misol keltirganmiz. Avtomobil ustaxonasi, tormoz buzilgan. Ustaga berdingiz, usta tormozni tuzatdim dedi. Siz nima qilasiz? Endi confirmation qilasiz. Tormoz haqiqatan ishlaydimi, sinab ko'rasiz. Gazni bosib yurasiz, keyin tormoz bosib ko'rasiz. Ha, ishlayapti. Endi tekshirib ko'rasiz, o'zi rulga teginmadimi, mufta joyidami, skorga urilyaptimi? Ya'ni nafaqat tormozni tuzatib boshqa yoqda ishlatmadimi, boshqa yoqda ya'ni buzib qo'ymadimi? Regression qilasiz. Qaraysiz, motor, chiroq, rul hammasi ishlayapti. Keyin maintenance qilasiz. Qani har 10,000 kilometrda umumiy ko'rik. Bu dast unaqa bor, har bitta mashinaning umumiy ko'rigi bor, vaqti bilan tekshiriladi. Bizning platformangiz ham vaqti bilan tekshiriladi. Bu confirmation bilan regressionga bog'liq emas, lekin bu ham maintenance ham umumiy bir testingning bir jarayoni. Confirmation testing, mana to'xtaymiz, retesting. Dasturchi tuzatgan bugni qayta tekshirasiz. Bu bug haqiqatan tuzatildimi degan savolga javob bo'ladi. Xo'p, Jirada shu test managementda fixed belgisini qo'ydi. Men ko'rsatgandim, need test bo'limi bor bizda, oldingi darsda kuzatgan bo'lsanglar, o'shandan masalan fixed degan bo'limga o'tkazildi, test bo'limiga, yoki o'tkazilgandan keyin siz nima qilasiz? Bug topdingiz, dasturchi fixed qilgandan keyin siz ko'rasiz, confirmation testing, ya'ni tekshirib ko'rasiz, rostdan ishladimi. Ishlagan bo'lsa, bo'ldi, closed deb o'tkazaverasiz, yopildi deb. Agar yo'q, qarasangiz, tutmaganda dasturchi shunchaki bir ko'rib qo'ygan, bu bug emas deb olgan. Bunda reopen qilasiz, yana qaytadan yozasiz. Hali ham shu muammo chiqyapti deb. Confirmation qanday bajariladi? Aytib o'tib ketdik buni. Masalan, bir misol. Login tugmasi mobil versiyada ko'rinmaydi. Masalan, o'zimizda test shop naqamiz bor, test shop saytimiz bor. Xo'p, mana shu darsdan kirib ko'rsataylik. O'zimizda test shopimiz bor. Masalan, test shopda buglarimiz bor-da. Buglarimiz bor. Masalan, mana bu bug -50 bo'lib turibdi yoki xullas boshqacha 0 so'm bo'lib turibdi, buglarimiz bor. Mana aytasiz, 0 so'm bo'lib turishi mumkin emas, produkt bepul bo'lmaydi-ku deysiz, yoki -50 bo'lib turishi mumkin emas deysiz. Bunda kirasiz, qaraysiz, 0 so'm turibdi. Endi tester developer aytadi, bo'ldi, 0 so'm emas deydi, men o'zim tuzatdim deydi. Masalan, developer tuzatib qo'yadi. Endi keyin shuni o'zimiz developer emasda UI jihatdan bir qisman bir tuzatib qo'yamiz o'zimizcha. Bu endi albatta tuzatish emas. Masalan, PlayStation nechi pul hozir? $300 deylik, taxminan men aniq narxini bilmayman. $300 qilib qo'ydik masalan. Developer mana tuzatdi masalan, deylik. Tuzatgandan keyin $300 qilib qo'ydi PlayStation 5 ni. Siz nima qilasiz? Tekshirib ko'rasiz. Tekshirib fixed deb yozgandan keyin tekshirib ko'rasiz, haq ishlayaptimi, yo'qmi, deb ishlayapti. Keyin ishlagandan keyin buni closed ga o'tkazasiz, yopildi deb. Agar yo'q, ishlamayotgan bo'lsa, mana saytda update qilib yo'qolib qoladi bu. Chunki biz vaqtida 0 so'm turibdi, yo'q, ishlamayapti, buni yana reopen qilasiz. Tuzatmabsan-ku deysiz. Bir marta ochib, ikkinchi marta ochmayapti, bu fix bo'lmagan-ku deysiz, tashlaverasiz. Endi confirmation bilan regression farqi bor. Confirmation testing bug haqiqatan tuzatildimi ko'rsa, regressionda boshqa narsani buzib yubormadimi? Confirmationda bitta ana shu bug ko'rilsa, regressionda boshqa funksiya, eski funksiyalar ham ko'riladi. Test case bitta bo'lishi mumkin. Endi regressionda 10-100 undan ham oshadi. 5-10 daqiqa vaqt olsa, confirmation regression 1 soatdan ham oshadi. Kunlar ham bo'lib ketishi mumkin. Qancha katta platforma bo'lsa, shuncha katta bo'ladi. Qachon bajariladi degan savolga bug fixed belgilangandan so'ng bo'ldi, fixed deb sizga tashadi, to'g'riladim degandan keyin developer bajariladi. Regression har bitta o'zgarishdan keyin bo'ladi.
Automation odatda bu confirmation manual bo'ladi. Automationdan bo'lishi mumkin. Chunki birinchi marta topgan bagingizni manual ko'rasiz. Darrov unga automation kod yozib, darrov skriptlar qilib tashlamaysiz. Manual tekshirib ko'rasiz. Keyinchalik bu jarayonlar yana takrorlanmasligi uchun, mana bunaqa narsalar nol bo'lmasligi uchun automation test yozib qo'yasiz. Agar nol bo'lsa fail degan yozuv ber deb keyinchalik automation qilib qo'yasiz. Xo'p, ketma-ketlik birinchi bu bajariladi. Confirmationdan keyin regression bajariladi. Xo'p, intervyuda tushsa. Xo'p, mana misollar keltirilgan, testlar bor, buni ishlab ko'rasiz. Endi maintenance testing. Buni o'qib olib ba'zi joylarga batafsil to'xtalmayapman. Nimaga aytsa, buni o'qib ham tushunishimiz mumkin. Savollar bo'lsa, video izohda yoki Telegram orqali bemalol yozib tushunishingiz mumkin. Chunki bu darslardan ko'zlangan asosiy maqsad sizni xo'p, umumiy bilim olishingiz. Testlarni o'zingiz ishlaysiz. Xo'p, ketma-ketlikda masalan mana bunday ko'rsatib, mana xato bo'lsa, birdan aytadi, "Voy, bunday emas" deydi, ha. Shunaqa ishlab ko'rasiz. Maintenance testing. Maintenance testing qo'llab-quvvatlash testi deb ataydi. Qo'llab-quvvatlash testi g'alati. Maintenance deylik. Mahsulot productionda ishlayotganda qilinadigan test. Mahsulot yangilanganda, muhit o'zgarsa, optimizatsiya bo'lsa, yangilanganda degan dizayn o'zgarishi mumkin. Muhit o'zgarsa desa, endi muhit environment masalasini hali o'tmadik. Optimizatsiya, ya'ni ba'zi narsalarni kod jihatdan ishlash sifati o'zgardi. Ya'ni ishlash narxlari o'zgardi, prinsiplar. Shunda maintenance bo'ladi. Qachon kerak o'zi? Bug fix bo'lsa maintenance bo'ladi. Muhit o'zgarsa, masalan, iOS yangilansa yoki brauzer yangilansa maintenance kerak. Yangi funksiya qo'shildi. Eski funksiyalar buzilmadimi? Maintenance kerak. Ma'lumotlar migratsiya qilinganda, ya'ni database yangilangan. Database ma'lumotlarni umumiy turadigan bir joyi, total commanderga o'xshagan ma'lumot. Total commander ko'rsatib beradi, diskka o'xshagan. Disklar bor, shunda ma'lumotlar turadi. Kompyuterda shu ma'lumotlar turadigan joy o'zgardi. Boshqa diskka olindi, boshqa platformaga olindi shunda. Kod optimizatsiya bo'ldi, sekinlik tuzatildi. Masalan, ba'zi bir pejlarda masalan buni ochishi qarang sekin. Shunday kod, chunki shunaqa kod yozilgan. Ba'zi bir kodlar borki, o'ta tez bo'ladi. Masalan, savatchaga qo'shib bitta bosganda qo'shiladi. Qarang, sekund ham o'tmayapti. Lekin ochishda biroz unaqa. Buni optimizatsiya qilish mumkin, bittada ochiladigan qilish mumkin. Demak, mana shunaqa optimizatsiya bo'lgandan keyin maintenance testing qilinadi. Boshlovchilar uchun eng muhim narsa bor: corrective maintenance va adaptive maintenance. Xo'p, corrective tuzatuvchi, o'zini correct o'z nomi bilan tuzatuvchi maintenance. Productionda topilgan buglarni tuzatish va ularni tekshirish. Har bitta QA tester buni ishni qiladi. Masalan, klikda foydalanuvchi shikoyat qildi, balansni ko'rish ishlamayapti. Dastur ishlatadi, siz confirmation qilasiz, atrofdagi funksiyalarni ham tekshirasiz. Adaptiv, endi moslashuvchi, tashqi muhit o'zgarganda, yangi brauzer, yangi iOSda qo'shilganda bu tekshiriladi. Xo'p, yana boshqa turlar bor, perfective va preventive maintenance. Bular kamdan kam ishlatiladi. Perfectiveda mahsulot yaxshi ishlayaptimi, yanada yaxshi qilsak bo'ladimi bo'lsa, preventiveda kelajakda qanaqa muammo bo'lishi mumkin, userlar nimani buzib qo'yishi mumkin, bu shunaqa maintenance turlari bo'ladi. Bu endi bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan, lekin shart bo'lgan narsa emas. Bilsangiz zarar qilmaydi. Yuqorida testlarimiz, misollarimiz keltirilgan. TestShopga o'tib bemalol shu maintenance testing qilib ko'rishingiz bo'ladi. Qachon maintenance qilsa bo'ladi, qachon regression, qachon hop confirmation testingni TestShopda o'rgansangiz bo'ladi. Xo'p, bu qisqacha darsimiz edi. Bu 3 ta atamani, regression, confirmation va maintenance testing atamalarini juda chiroyli tarzda bilib olsak, keyingi darslarda tushuncha bo'ladi va intervyudan o'tishimizga bizga katta ko'mak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.